Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi beradigan ma'lumotimiz bolalarda nutq buzilishlari haqida bo'ladi. Odatda nutq buzilishlari 3 ta turi bo'ladi. So'z boyligi kamligi, talaffuz noravonligi va duduqlanish. Biz sizlarga shulardan duduqlanish haqida ma'lumot bermoqchimiz. Duduqlanish ilmiy nomi laganevroz, keyinchalik kelib chiqadigan va to'g'ri taktika qo'llanilsa tez o'tib ketadigan kasallik hisoblanadi. Odatda kelib chiqishi kuchli his-hayajon va qo'rquvga bog'liq. Xo'p, har qanday bola kuchli qo'rqib ketsa yoki his-hayajonga berilsa duduqlanish kelib chiqadimi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, albatta. Bu holat 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda nevrologik muammolar kuzatilgan bo'lsa, injiq, yig'loqi bo'lib katta bo'lgan bo'lsa, laganevroz yoki duduqlanish kelib chiqish ehtimoli ortib boradi. Agar bolangizda duduqlanish kuzatilayotgan bo'lsa, kechiktirmasdan shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi.